oldin trenirovka qilardim, keyin yugurishga chiqardim va aktiv hayot kechirishga harakat qilardim, lekin hech o'zimni progressimni o'tgan kungi o'zim bilan hozirgi o'zimni solishtira olmasdim. Keyin Strava ilovasi haqida eshitib qoldim. Strava ilovasi bu aktiv insonlarning ilovasi ekan. Unga o'zingizning shug'ullanish jarayoningizda necha kilometr yugurdingiz, necha soat trenirovka qilyapsiz bir kunda, shu haqida, suzish bo'lsa suzish, necha kilometr suzyapsiz, qayerda aynan suzishga boryapsiz, shu haqida o'zingizning natijalaringizni, rezultatlaringizni bo'lishib borsangiz bo'ladi. Bu bilan siz yaqin do'stlar topishingiz mumkin yoki-da o'tgan kungi o'zingiz bilan solishtirib qanday progressni his qilishingiz, ko'rishingiz mumkin. Shunda odam mazza qiladi o'zini o'tgan oydagi, o'tgan haftadagi progressini ko'rib. Sizlarga ham tavsiya etaman, Strava ilovasini yuklab olinglar. O'sha orqali aktiv hayotga o'tinglar.